Nech pul mana o'ylaganingiz nech pul? Adam 600, 6700 ga berdim. 373 ming yurgan ha. Avtomat ekan salonchilar yaxshi holatda. Nech pul narxini o'ylang aka. Qimmat aytmang. Qimmat aytinglar, tez sotsam bo'ladi. Ha, tez sotishingiz uchun arzonroq qilib berishingiz kerak mana bu. Orqalarning holati. Orqa oyoqlar tayyorlovka bo'lgan. 6,5 so'rayapti. Endi 6700, 6800 Ya, arzonroq qilib ayting aka. Bu mashinangiz yomon emas, lekin buni tushungan odam oladi-da. Har kim ham ola olmaydi-da. Tushungan, bilgan odam oladi. Nech pulga beramiz? 4 ta balon o'rta holatda ekan. Kraska poli sepilganmi aka? Ha. Kiloda bor kraska. Motor hadoylarda ish yo'qmi? 3 ta detalda kraskasi bor, ha? Narxi 5 mingga beramizmi? Nech pulga beramiz? 6,5 bo'lsa beraveraman. 6,5 qarang. 6,5 qo'yamiz. Yaxshi inson kelsa savdosi bormi? Salgina savdo. Yili necha edi?